Keyingi yillarda yurtimizda mahalla institutlarining ahamiyati yanada oshdi. Mahalla raislarining vakolat muddati 3 yildan 5 yilgacha uzaytirildi. O'zgarishlar ularning tajribasini oshirdi. Mahallalarning obodligi va farovonligida hissa qo'shdi. Joriy yilning may va iyul oylarida esa yurtimizdagi jami 9 mingdan oshiq mahallalarda navbati bilan mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovlari tashkil etilishi belgilangan. Ayni mavzuda Qarshi shahridan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Qarshi shahridagi 64 ta mahalla fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga barcha mahallalardan 3 nafardan jami 192 nafar nomzodlar to'liq saralab olingan. Tavsiya etilgan nomzodlarning barchasi oliy ma'lumotga ega. Saylov qonunchiligida ko'rsatilgan tartibga ko'ra har bir mahallaga 3 tadan saralangan nomzodlarning portfoliosi taqdim etilgan. Saylov jarayonlari qizg'in boshlandi. 64 ta mahallada shunaqa ko'tarinki kayfiyatda saylovlarimiz tashkil etiladi. Yosh jihatlariga juda katta e'tibor berdik, o'rganib chiqdik. Undan tashqari saylov jarayonini tashkil etish uchun 453 ta nomzodni saralash jarayonlarida ishtirok etdik. Shayxali mahallasida istiqomat qiluvchi saylovchilar ham mahallalari kelajagi uchun ovoz berishga jam bo'lishdi. Ko'rsatilgan nomzodlar o'zlarining oldindagi 5 yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan dasturlar bilan barchani tanishtirib, aholi vakillarini qiziqtirgan savollarga javoblar qaytarishdi. Qo'yilgan har ikkala nomzod ham mahallamizda yosh, tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar. Har ikkalari ham ishchi o'rin yaratganlar. Saylov natijalari qay tariqa bo'lishidan qat'iy nazar har ikkala nomzod ham yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan, xalqning duosini olib, mahallani dardiga darmon bo'ladigan va mahallamizni O'zbekistonimizdagi eng obod mahallaga aylantiradigan umiddaman. Albatta, mahalla raisi saylovi muhim demokratik jarayon, unda ishonchli munosib nomzodga ovoz beriladi. Shu kuni shayxaliliklar ham yangi nomzodni sayladi. Sobiq mahalla raisi o'zbekona qadriyatlar ila hurmat va ehtirom ila kuzatildi. Eslatib o'tamiz, Qashqadaryoda 828 ta mahalla mavjud bo'lib, fuqarolar yig'ini raisligiga 3 nafardan jami 2550 nafar nomzodlar ro'yxati shakllantirilgan.